13 Pro Max telefonimiz kelgan. Ahvoli shu holatga. To'g'rilab ko'rishgan telefon o'z-o'ziga o'chib qolgan, yonmay qolgan. Ta'mirlab ko'rilgan, yonmagan. Nasib etsa o'z holatiga qaytarishga harakat qilamiz. Kuzatib boring. Tog'lar uzoq turar, o'zini baland emas. Daryolar uzoq oqar, qayerga yetishini aytmas. Faqat inson qalbi so'rayverar yana va yana. Nima topish uchun bu yo'ldan yuraman? Havoga tarqalgan nafas, shamol bo'sh daladan o'tadi. Hech narsa qoldirmaydi, ortiga qayrilib. 13 Pro Max telefonimiz mana shu holatga kelganida o'z holatlariga qaytardik. Hech qanday ошибкалari yo'q. Pamiyatlari 512 talik bo'ldi. Eski holatlari. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon masteriga murojaat qilaverasizlar. Eski ideal o'z holatida. Uni o'z holatida qilib yopamiz endi.